Assalomu alaykum, men Kamronbek. Hozir sizlar bilan men muvaffaqiyatli server yaratishni ko'ramiz. Boshlab mana bu play tugmasini bosamiz. Keyin mana bu new degan tugmani bosamiz. Keyin hamma biladi mana bunaqa tugma borligini. Shunga bosamiz. Va mana bu name degan joyga siz xohlagan ismingizni yozishingiz mumkin. Server. Masalan, men server deb yozyapman-da. Server ochish uchun. Keyin mana bu ip adres degan joyga men yozganimni yozinglar. play.pvpcraft craft degan joyda nuqta bo'lmaydi. Keyin craft nuqta ru ko'rasizlarmi? Mana bu PvP ning yonidagiday nuqta yo'q. Mana. Keyin mana buni bosib, mana bu yerda port degan joyiga tegmaysiz. Keyin mana bu yerda add server bor. Shuning ustiga bitta bosasiz. Va keyin hamma biladi. Mana bu yerda joy yaratish joyi bor. Mana. Keyin shuga bosasiz. Va ko'rishingiz mumkin, shu yerda paydo bo'ladi. Va chiqasiz. Opa. Keyin mana bu internetingizni yoqqan bo'lsangiz, mana shu ishlaydi. Hozir men internetimni yoqmadim. Mana Wi-Fi'imni yoqdim. Bizning Wi-Fi'da. Hozir mana shu joyi ishlaydi. Qarang, do'stlar. Shuning bitta ustiga bosing.